Abdulla Qahhor va uning dahshat hikoyasi. Abdulla Qahhorning dahshat hikoyasini mutolaa qilar ekansiz, beixtiyor o'tmish zamon, inson taqdiri, undagi ziddiyatli vaziyatlar, ayollar, ularning erki, sha'ni, haq-huquqiga qo'yilgan cheklovlar sizni beixtiyor o'yga toldiradi. Ushbu hikoyani o'qir ekansiz, avvalambor ayollar haq-huquqining toptalishi oqibatida kelib chiqadigan ziddiyatli vaziyatlar, ayollar va xotin-qizlarning fojialariga sabab bo'luvchi, hattoki fojiaviy o'limlariga sabab bo'luvchi voqealarning guvohi bo'lasiz va beixtiyor hozirgi tinch zamoningizga shukronalik ruhi paydo bo'ladi. Xotin-qizlarimiz qalbida esa hozirgi ayollar va erkaklar huquqi teng, ya'ni ayollarimiz o'qishi, ishlashi, bilim olishi uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, ularning hur fikrliligi, ayollarning o'z so'zi borligi, o'z erki borligi, gender tengligi amalda ekanligini ko'rib shukrona keltirasiz. Aziz kitobxon, Abdulla Qahhorning dahshat hikoyasini o'qib chiqib, hozirgi tinch totuv zamonimizga shukrona keltirishingizga aminman. Men Qorolbozor tumani axborot kutubxona markazi xodimasi Bahronova Shohida sizlarga dahshat hikoyasini o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.